dala hayvonlari ham qo'pol qilib aytganda bu ish qilmaydi-da. Bor Bambeyni suvidan nima ahvolimiz qoladi? Qaranglar, hozir o'tib ketyapti, bir narsaga guvoh bo'ldim. Mana musori qarang. Hindistondan kelayotgan qo'y go'shtini yeb bo'lmaydi deb aytyapti. Bambeyni suvini icharkan, u qiladi, bu qiladi deysizlar. Oddiy o'sha qo'yni suv ichgani uchun yemaymiz deyapsizlar. Lekin biza bu suvdan mol qo'ylarimiz ichadi-yu, bor Bambeyni suvidan nima ahvolimiz qoladi? Qaranglar, bu tabiatda siz bilan biza asramasa kim asraydi? Qo'pol qilib aytganda mashinadan o'tib ketayotganlar hamma musorini anaqotdi. Ey, baraka topib ko'rasiz. Sizni mashinangizga yo uyingizga sig'mayotgan musor endi mana shu ko'chada sig'ish kerakmi? Alloh insof bersin bunaqalarga. Ibrat bo'lsin deb bu narsani olib chiqyapman. Nima yo'q, deyman, ko'rasizlar, baklashga hamma musor bor-da. Ana kefirini ham ichgan, ovqatini ham yegan, tashlab ketgan, qo'pol qilib aytganda baraka topib bu svalka emas-ku, maxsus trans emas-ku, suv. Mana shu suvdan qancha jonivorlar suv ichadi, o'ylab ko'rasizlarmi? Shu ishxonani eshigini taqillatib, shu dodadan so'rayapman, shu kanalga qarab turar ekanlar doda. Doda, nima deysiz odamlar to'g'risida? Ya, yaqinda 4 kun, 5 kun oldin maxsus trans avtobusi kelib tushdi odamlar. Bunaqa spets kiyimida kelib tozalashdi, boshqa qildi. Mana bugun ahvol yo'q, yana baklashkani tashaydimi, boshqa qiladimi, ko'rmay qolaman. Asosiy kim? Mashina jitellar tashaydimi, o'tib ketayotgan mana mashinada otib ketishadimi? Mashinada ham tushadi, naridan ham oqib keladi. Oqib keladi ham, otib ham ketadi. Ancha tushyapti. Ko'ryapsizlarmi, akalar, bitta mashina mehnatinglarning orasidan qancha insonlar sizlarning orqangizdan tozalab yuribdi. Ko'ryapsizlarmi, Yaponiya rivojlanib ketayotgan davlatlar nimaga hammasi tabiatini muhofaza qilyapti? Siz bilan biz jon kuydirmas, bu yurt hammamizniki, hammamiz mas'ulmiz. Bor Hindistondan farqimiz qolmayapti-ku. Kerakli joyga tashab qo'yam, maksimum bu videoni tarqatib yuboramiz. Salomat bo'ling.